Assalomu alaykum azizlar. Men Boymurod va Dilyora 4 yil davomida shu aynan Sharof Rashidov tuman axborot kutubxonasidan bir-biridan ajoyib, bir-biridan qiziqarli kitoblarni olib mutolaa qilaman. Va sizlarga bugun o'sha o'qigan kitoblarimning orasidan va eng so'ngilaridan bo'lgan Timothy Walkerning Finlandiya ta'lim mo'jizalari haqidagi kitob haqida sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Bu kitob aynan dunyo bo'yicha PISA testlarida birinchi o'rinda turadigan Finlandiya mamlakatidagi ta'lim tizimi haqida bizga turli xil axborotlar bera olgan. Bu kitobni amerikalik aynan o'qituvchi tomonidan o'zi ko'rgan haqiqatlar va Finlandiyada ko'rgan muhit haqida bu kitobda aytgan. Aynan men bu kitobni o'qib juda ham ko'plab insightlar, ya'ni tushunchalar oldim. Ya'ni bizning ta'lim tizimimizda ko'p ota-onalar va ko'plab insonlar o'ylashadi. Bolalar qattiq kitob o'qisa, uxlamasa, ovqatlanmasa, faqat kitob o'qisa u zo'r bo'lib ketadi, u muvaffaqiyatli bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Lekin aslida bunday emas. Mana PISA testlarida 2001-yilda o'tilgan PISA testlarida Finlandiya birinchi o'rinni oldi. Ya'ni u yerda lekin o'quv soatlari ko'p emas. O'quv soatlari ham ko'p emas, darslar ham ko'p emas, hatto uyga vazifalar ham ko'p berilmaydi. Ularda eng avvalo bolaning baxtli yashashiga ko'proq imkoniyat beriladi. Shunday bo'lsa ham Finlandiya dunyoning eng rivojlangan mamlakatlari Koreya, Yaponiya, Amerika, Rossiya kabi davlatlarni ortda qoldirdi. Bu yerda Timothy Walker aynan Amerikadan Finlandiyaga ko'chib o'tadi, Helsinki shahriga, va u yerda u boshida qattiq ishlaydi, ovqatlanmaydi, hamkasblar bilan ishlamaydi. Shunday bo'lsa, o'shanday pedagoglar aynan eng kuchli pedagoglar deb o'ylaydi. Qattiq harakat qilsa, bola uchun borini bersa, lekin aslida bunday emas. Ya'ni u aynan bolani ko'proq baxtli bo'lishiga, darsda bolani erkin muhitga qo'yishiga va o'z fikrini bemalol ifoda etib bera olishi ko'proq urg'u beradi. Juda ham ko'plab muvaffaqiyatlarga erishadi. U yerda Finlandiyada eng avval Finlandiyada hamma bolalar asosan odatda tabiat qo'ynida bo'lgani uchun turli ustozlar bilan birga sayrga chiqishadi, ular bilan birga o'ynashadi. Aynan shu o'yinlar darsda o'yinlar tarzida hayot bilan bog'liq holda bolalarga tushuntirishadi. Aynan juda ham ko'plab mamlakatlarda, Amerikada tadqiqotlarga ko'ra 46% ustozlar kuchli bosim ostida ishlashar ekan. Ular boshqa kasblarga qaraganda juda ham ko'p ekan. Yana bir tadqiqot Amerika yozuvchi bo'lganligi uchun Amerika hayoti haqida gapirib bergan. Amerikada har 7 ta ustozdan bittasi boshi 5 yilda o'z ishini tashlab ketar ekan. Nima sababdan deb o'ylaysiz? Albatta o'ta kuchli bosim. Bizning jamiyatimizda shu kuchli bosim bo'lsa, tepasida qarab tursa, bular zo'r bo'lib ketadi deb o'ylashadi. Lekin biz o'z mustaqil fikrga ega bo'lgan yoshlarni tarbiyalashimiz uchun, ularni o'ziga ishonchini baland qila olishimiz uchun avvalo ularga o'ziga maslahat berishimiz kerak. Avvalo ularni qanday dars o'tishda aynan ularni hayot bilan bog'lashimiz kerak. Aynan shularni anglata olgan kitob sanaladi. Ayniqsa O'zbekistondagi hamma pedagoglarga aynan shu kitobni o'qib ko'rishdan maslahat beraman. Chunki balki biz ham ta'lim tizimimizda o'tayotgan dars o'tishimizda balki ba'zi o'zgartirishlar kiritishimiz